Chiqib barmonga et, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rikasida Shohim bilan Hasan vazir ahdinomiga muhr bosqidik. Shundaq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yili kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akalar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmidingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor oldini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon silib uni qo'g'lab etgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Allah onu o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatli vazir azam. Sizli haqiqatan mo ko'ngil ko'ksilari keng odam kallah. Hazretim, sizga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desem bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chog'da o'z nafsi uchun alning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tyapmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi kaj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsak, ne kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumush taq qurur. Olamdagi ishlar taqdirga ta'alluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu hakikaten mu bir xosiyetlik iş. Şahsenem dunyoga kelishdan burun, men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda, oldimga bir bo'g'oz kiyik uchirdi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim.
Şu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchragan, lekin u mo otmagan. Neyme degan o'xshashlik ha? Hasan vazir bilan ishkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahdinomida putilgini bo'yicha ular baliq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Әмді қанда қығылық. Gep kıslıcı. Neyme deymen? Bu ehdiname biz üçün iğir külpet. Külpet. Kallılarını işiltip bakmamla. Meğilerini kağı çok aldım ha. Sen bir yok yurtluq durup, ağlık bakmay tehe, Şahin bilen kudvacı olmakçı miken? Neyme tolu koduldaysa? Men kuduldadım mı? Hemini kıgan sile. Oppa! Oppa! Balam Abdullah, ihsandı bolsun. Sen çoğun boğanda, çokum senemni al. Abbas hallıqı, çokum bizden buluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Abba! Oldu, jığılma. Begim, ular keldi. Jürüm. Hazırkı birden bir amal Hasan vazirni ko'zdan yo'qotish. Men qo'shilaman. Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemishqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hiliqi ahtinomini bekor qilmasa, Abbas xonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlab bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq, bu nim deganimiz? Shavaz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmasizlar. Hasan vazirni yo'qotmasak, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Senem! Feripcan! Feripcan. Medreske baraylik. Emsi mayli. Ey Hannaz, iştinlar ammi xas.
Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyonchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdulloh begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning adini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat olayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nima ishqa? Chunki o zindandan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi padişahimizga, şundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilingni tat. Xapshik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. Sher qapazdan chiqibdi. O, borman degan yeriga berhibasun. Şirin. Şirin! Assalomu alaykum, hurmatli shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Shirin vasliga yetmakdir mening armonim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
Senemcan. Acaba siz... Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gül çimenler. Muhabbetimizin dastanı mı ya ki eynigi mi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan etirgillar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dehshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Çocuk, Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olamsiz? sen... Hey. Hey. Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sanim bo'ldi. Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. Balam. Nimalarni deydigansan? Apa, men... Oğlum, yulduz desang, osmonga chiqib üzüp beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah! Ya Allah! Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen çağrı bağda kucaklaşıp yürüdü. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bet qiliqli qilamdi. Ular aymanmasdan. Ordini bulg'apti. Ağaç ana. Senemcan, cenim Melikken. Bu yılqı qurban eti sizge alayda xoşallık ep kelgendek turdugu. Şunu dana. Ağaç ana, bu yılqı qurban et güller içilip bulbullar sayrıgan çağdı keldi emasmı? Men hoş bolmay turalamdı. Xoşallıqınız bolu emasdi. Ana. Men bugün haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana, bu gulni kimning tuzganligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Gülcemal, Senem açam, sizga yeni nimalarni dedi? sizge dep vermeyeyim. Deppemisiniz, mağısmayım? Oycan! Çoğluk kıman ha? Ama, karısla akamga. He?
jim o'ltiring, ha? Ana! G'erib. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in baharning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, sana macamchi akamga siz Ferhat, men Sherin, siz Majnun. Men Leyli debdi. Ferhat degan kim o? Guljamal. Aka, mening deganlarim rostku. Tezroq bo'lmasangiz ketaverman-chimi? Ma'qul aka, meni bir deb saqlab turing, ha? Ota-bovlarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni olib chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, suv ichamlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab boldiroq taqiqlash zarurdir. Hasan Vazir! Dodo! Dodo! Hasan! Hasan Vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Shig'lablig'i? Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bar yo'qmush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Shohim, o'zlirgim ayon. G'aribning ota bovusi bizning xonadonligimizdan emas. Bu buyuk toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shohim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshi banu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Ertadan boshlab sanam madrasaga bormisan?
nedir daller ne buldu ya dim kelmedi İşkotida köydi caller ne buldu yarim gelmedi İşkotida köydi caller ne buldu yarim gelmedi Killer mendeb vade qildi Killer muddet idin ötti Küzdüm yolu da delmirdi Ne buldu yarim geldi Küzdüm yolu da delmirdi Ne buldu yarim gelmedi Yigen yeşim seher buldu Kigen tınıp kippen buldu Çırağım zemren buldu Ne buldu yarim gelmedi Çırağım zemren buldu Ne buldu yarim gelmedi Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'eribjon, Aqchana. Ana, Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga baray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Aqcha ana, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqaylik. Sanamjon. G'eribjon, Qani aytma. Zodi nima ish yuz berdi? g'eribjon. Bizning diydorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. Nima ishqa? Atam farmon tushirib meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bano qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'eribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayirmang. Bu bir juft qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrilmasin. Sanamjon. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nima ish bo'ldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotidi. Chapsan qash. Aqtırala!
Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal uni bog'langlar. Qo'lini tut. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu Sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. xo'p. Jirola. Sanamjon, Og'chi ona bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy ungandek qiladi. Shundoq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Pekirni kechirgaylar. Neymiş? Gunohkor Sapar zindondan qochdi. Aha. Uni bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Aydiva. Uni g'erib qochirib etdi. Neyme? Shah ota. Pishni ehvolaga quloq solmag'aylar. Sapar mening saboqdashim. Saboqdoshlik yuzini qilib, uni men qo'yib etdim. Sanamjon, nima deb jo'ylayapsiz? Hürmetli Şahim. Bununla navkarlar guvoh. Gunohkor Saparni qochirib etgan dal g'erib. Hurmatli Shah ota. G'erib gunohsiz. Ağçı, Labbay Shahim. ben icazet vermegiçe Senemcan ordudan bir kadem mi ayrılmışsın? Xo'p. Abdullah, Labbay Şahim. gayripli derhal orduga hep kelinla. Hop. Bana ne de? Gülcemal! Ha? Gülcemal, kızım. Gülcemal. Gözünü açkan kızım. Gülcemal. Ana, akam qani? Biz hazır
Jaloliddin mollamni qishib borayli. İlim çeksiz, iqin derya, suyi abi hayat kevser. İlim deryasıga şunğup, onundun qazgılık gevher. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustxan yanlıq. Bilim al, icdihat eyle, dilingda çaxnısun ahder. Mehribanım. Jaloliddin Ustozim, ustozim, akamni Abdulla Shatir tutib ketdi. Nemishqa? u safarni qochirib o'tibdi-ekan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketdi? Chunki onun qochirayotgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igidorchilik qila ola. Hozir merhum Hasan Vezir hayat çığıda şahimiz bilen tüzgen ahdinomini elib, şahның aldığı bağmaqdan başqa amal qalmadı. Ahdnomini elib, Xonim, endi ikkilenmisizlar. G'arib, gunohingni bilamsan. Nemi gunoyim borligini hech bilmadim, Shohim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi safar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, Shohim. Safar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonliqdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning ordini qalaymiqon qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-ekanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Aldırmaqlar. Keremlik Şahin. Jaloliddin, Siz Şahin. G'iribjonni o'ltirib bo'lmas. nima? hurmatli Shohim. Merhum Hasan Vezirning ruhinati uchun Hasan Vezir hayot chig'ida ishkilari putishgan bu ahdinomining haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, g'iribjonlik kechirgaylar. Shohim. Texmi zo'r baloyi qazodan saqlanish uchun bu ahdinomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ahdinomini yirtmoq oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jallod! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtama. Qudratli Shohim, g'azabda oqqorni farqat qilib bo'lmas. Hozir dal heyt oyim kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Şahin. G'irib Hasan Vezirning notuvoni. Hasan Vezir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqatman edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdinomini
yırtib etdiler. Endi ularni o'limga buyursla el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremlik Şahim. Pekir'nin karışça ulanı ölümden halas kılıp bütün ailesi bilen yakı yurtqı palıp etsek kandak. Şundak boğanda bu uluk ay uluk günde kan tökülüştün saklanğılı boludu. El yurt mu gam gustin halas boladı. Şahvaz vazir, sizningcha Ulug' shohi olim. Meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman. Bugün senin rahing boyunca iş görey. Bu işini senin beca keltirishingga topshirdim. Şahimiz g'eyribni yaqi yurtqa palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xonliqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'lamang, o'zingizni oying. Ağca ana. Ana, mening yashig'im yo'q. Jinim Malika, baharning mo har qachon zimistoni bordir. G'eyribning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotma zimistondir. Yo'q, Malikam. Bahar yana keladi. Ey Hannas, iştinlar amuxas. Hasan vezirinin oğlu G'erib Şah ordusida naşayan işlerini qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib yaqi yurtqa paalandi. G'eyribjon! Sanamjon, Malikam. Dada, anlaşla qarğandı Pərman tumşıq eğizdigen yerdə G'eribni ailesiyle bilen koşup ötürətməkçiken. Nima? Bunu sen kimden anladın?
Ularni yalap mangan bir leşker birsidan aytib beripdi. Onu küşkürtken adam bah. Bommasa, Pərman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezrek amalını qılaylı. Balam, mening to'g'ri ketimni minalamsan. Minalaymi? Tumshik eg'izga boradigan yiq yo'lni bilamsan. Bilaman. Parijamlab kel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchani boshlab, tong yo'rig'icha tumshik eg'izga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, bende günah yok. Bunun hemmini Şahvaz veziri o'rlashtirgan. Şahvaz veziri meni bu ishni qilishga buyurgan. Vezirning farmonini bejo keltirmaslikka haddimmi? Qaytib berib, shoh ham vezirlaringga yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarini yetkazman. Ularni qo'yib yotmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib yetay. Hey, yavaş bak. Bak. Shafqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ah ko'ngil kishilar balo qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga otlaninglar. Boshpanayim, o'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xayr, xo'sh. G'eribcha. Melikem, hoş haber. Tumshik egizda bir palvon paydo bo'lib, g'eribjonni oilasigilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikem, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulavasizlar. G'eribjon. Mehribon ona. Sizlar nerede?
Ana, akam neymiş kelmaydigandu? Qish Simistanda oziq izlash, cho'l jazirada suv izlaganga o'xshash. Bu kim? Hürmetlik Serdar. Bu təvəyimizə suqunub kirib alğan paylaqçı ikən. Bizning 4-5 adamımız bir adamga teng kelamidinglarmi? Batur, onu qaçırib qo'ymanglar. Xo'p, Onu eziz mehmon qatorida kutib olinglar. bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiq otaning odamlari. Sodiq ota? Shundaq, tog'dagi Sodiq otaning odamlari. Ana! Sizlar bir o'ch yigitni ko'rdinglarmi? U kim? Mening o'g'lim G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxiri topdik. Sodiq daga. Kim o? Selamatdilar. Onu bir ish bilan izlab keldim. Sodiq dagamni yeng soqqan, bu qilishdan ko'rib baqqan deb kelgandim. U texiylalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Sefer, qara, kim keldi? Guljamal. Ay bu ana! Guljamal, obdan qizim. Mehribon aka. Sefer aka! Guljamal. Ay büyü. Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehribon ana. Balam. Men texsilani ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaychib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafoga jafo qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bilik yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiq ota, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hürmetlik Serdar. O qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xo'shal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qaytim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon. Qamar,
Tez berip tevip chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindan bormi? Bu yerda mush birli zindan bor. Tez qichinglar. Juringlar. Çoxum bir güzel meleki bolsa gerek. Oy Xudoyim ey. Mana nim bo'ldi? Serdar. Çataq bo'ldi. Nim bo'ldi? Bir zindonga o't qo'yib yutibdi. O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'li qaroqchi. Ondaqda g'ayribchi. U silining o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'ayrib bu G'ayrib tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? Ma'qul. Sefer aka! Sefer aka! Guljamal. Sefer aka! Akamni topdinglarmi? Yo'q, dexe. Assalomu alaykum mehribon ana. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ochliq og'ach keldim. Sizlarni yana avvar qilib-ku bolam. Takalib qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Sefer aka!
Zafer aka. Akam şehir kirib ketdimi ya? Sardar, egarlishimizcha, G'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinida ekan. O xonga asiylik qilganligi uchun yoq yurtga palangan ekan, shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Xizmatiniz, hurmatli Sardar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Acaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar. Siz bahordimmi illiqsiz? Güzellik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'ayrib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib keladisin? Bu o dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Sardar. Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz bormi? O bir vafodor go'zal malika. O toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'ayribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rostimni aytsam, men bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qaytishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay.
Ana! Ana! Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal acımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını acımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özden daldı kal. O biz izdavatkan gayrip şu. Nemi diye xatarlik. Gayripça. Seper? Çapsan bir yerde gideyim. Bayım ben bir yerde permanı görüp kaldım. Ağcana. Ana, Perman hem onun bilen birlik ketken izchilar qaytib kepti. Undaqda G'ayribjonni topa olabdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga yam bo'ptimish. Ayım Melik'ini yoklap gelgidek. Ana. Senemcan, otаңызны ondaq tanglikdi qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda charbaq soldurdi. Yana Meni deb avarib olmanglar. Xan ana, bo'ldi so'zlana. Men pak muhabbatimdan voz kechammayman. Senemcan, ata-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tidi. O sizning onangiz emasmi? Onangiz? Sen Ağçı ana. Xonish ayım. Xudo haqqi onunğa rahim qilsa. Bu bichora betop tursa, uni yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi? Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas! Şahim. Bo'ldi, so'zni mangla.
Hürmetli Şahim. Muşundaq ketiverse jahondagi haq nohaq ostin ustin bo'p ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlari bo'lmamdi. Shundoq qizlari bechora Sanamjonning kesilimi shifo topatdi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ağçı, mening sodiq dil kishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Şahim, o'zlari Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tebibami? Shundoq Şahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikem, chiroyingizdagi zafaranglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tanovul qilsangiz, shifo topasiz. Siz Abdullah bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq shuni shart qilingki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun, ondan nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yuragim bari bo'lib, ko'z yoshlarim qurib, tenlarim qog'i qo'zg'illog'i yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Farhodni zaharlab o'ldirgan heliqi Cadigar Yasemen mu nime? Yo'q, hurmatli Melikem. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir jup sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yoringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, Sadiqatam sizni uzat qilib kepti. Assalomu alaykum, Sadiqa. Oybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqata. Mana be. Buni ağın oğlu. Sadiqata, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin,
Alloh Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik. Ha? Oğlum, atang Hasan Vezir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydigan. Kimiki hile bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda cham tut o'g'lim. Sodiq ota, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Sening to'yingni muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'on Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostimni aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib, ajoyib bir bog'vanni topdim. Gül tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytda, u qaytib keldimi? U qayerda? Biznikida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim Malikam. Bu gulga qarang. Qaytib keldi. Ayting, u nerede? Olimjonning uyida ekan. Gulbanu? Gulbanu? Ahçı ana, yangi kiyimlerimni keltirgayla. Sanamjon, bir amal qilib, ata Chorbaqa chiqish uchun shahdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şanı şevkitim, şefqatlik şah ata. Men üçün saldırgan Chorbaqa chiqib, xasti ko'nglimni ochqim kelar. Marhamat eyle, ijozat qilg'aylar. Qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim.
Fermanımga kulak sal. Hazırdan başlap Çağrıbaqqa mendin ijazatsiz hiç kim kirmisin. Fermanımga xilaplık qilganlarning kallisi ilinsin. Senemcan. Xeyrcan. Aktırın ola. G'ayrim, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'itdim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz Çağrıbaqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Anang farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hürmetli begim. Tağdaki qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Sefer, endi kaçamaysan. Ustazım. Oğlum. Ustazım. 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 Garipcan. Ulug' Şahim. Men günahkar. Men ölümge layık. O münafık. Çapsa sözle. Ma'qul. Men aytay. Men aytay. Jallat! Men günahkar. Men ölümge layık. Bırak Şahim. Bu işlerin hemmisini Şahvaz Vezir planlagan. Ulug' Shohim, uning aytganlari butunlay tuhmat. Sözle. Mana bundan 12 yıl burun Şahvaz Vezir'nin Hasan Vezir'ni qaslab o'ltirish to'g'risida menga tushirgan maxfiy farmoni.
12 yildan keyin Şahvaz manga tumshiq eg'izda g'eyribni oilasidagilar bilan qo'shib o'ltirib ichish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Ulug' shohim, g'ayrib odam boshlab o'rdaga bisib kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qinimdan kessilar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qinimdan kessilar. Jallod! Bu mal'unning kallasi ilinsin. Hop! Ya Rabbim, g'ofillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum. Sana chin ko'nglimdan teşekkür eytiman.